Bu niqobimiz juda mashhur niqob bo'lib, buni qo'llasangiz bir kechaning o'zidayoq juda ajoyib va samarali natijaga erishasiz deb bemalol ayta olamiz. Bu niqobning sirli tomoni ham shundaki, bor yo'g'i bir kechaning o'zidayoq yuzingizni mayda ajinlardan xalos qila olish qobiliyatiga ega. Niqobimizning ta'sir kuchiga ishonmagan juda ko'p ayollar buni o'zlarida sinab ko'rishga qaror qilishgan va 100% samarali natijaga erishganini aytib, yuz terilarining ajinlarsiz holatiga, ya'ni oldingi yosh holatiga kelganini e'tirof etishgan. Bu niqobimizni har kuni yotishdan 2 soat oldin yuz terisiga surtiladi va 1 soat mobaynida yuz terisida ushlab turiladi. Bu sehrli niqobimizni 3 kun ketma-ket qo'llaganingizdan keyin yuzingiz yosh va yorqin bo'lib, mayda ajinlardan xalos bo'lganingizga guvoh bo'lasiz. Niqobimizni tayyorlashda bizga yarimta tuxum sarig'i, 2 choy qoshiq bodom yoki zaytun yog'i, 1 choy qoshiq dengiz tuzi, 2 choy qoshiq moychechak damlamasi, ya'ni 200 ml suvga 1 choy qoshiq moychechakni solib 15-20 minut davomida qaynatilgan damlamasi, yarim choy qoshiq tabiiy asal, 2 choy qoshiq kosmetik vazelin kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarni solib bir xil mazza hosil bo'lguncha aralashtirasiz va tayyor aralashmani xolodilnikda saqlagan holda foydalanishingiz mumkin. Toza yuz terisiga yengil aylanma massaj harakatlar bilan surishingiz kerak bo'ladi va 30 daqiqadan keyin paxtali diskni mineral suvga bo'ktirib yuzingizni tozalab olasiz. Bu niqobni foydalanganingizdan keyin yana yosh holatingizga qaytganingizga amin bo'lasiz. Yuz teringiz ajinlardan xalos bo'lib, 3 kun ichida ajinlarsiz, yosh, tiniq va jozibador ko'rinishga ega bo'ladi. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.